Munojot deb ataladigan ibodat bor. Bilasizmi, birodar, qanaqa ibodat u? Munojot degan ibodatni eshitganmisiz? Munojot bu shunday ibodatki, Robbingizga xitob qilasiz. Robbingizga gapirasiz. Xuddi ro'parangizda turgan odamga gapirgandaqa. Ro'parangizdagi turgan odamni eshitayotganligiga qanaqa bir iymoningiz komil. U hayoli chalg'imay sizga qarab turibdi. Shunga gapirgandaqa gapirasiz. Ovozingizni chiqarib gapirasiz va hech kimdan uyalmaysiz. Bu ibodat yolg'iz qolganda bo'ladi. Mashinada ketyapsiz. Gaplashib keting. Parvardigor, shu mushkulamni o'zing hal qilib bergin. Sen hamma narsaga qodirsan-ku. Mustor bo'lib turib duo qilyapman. Kimga boraman? Sen hamma mushkulalarni hal qilasan. Parvardigor, o'zing hal qilib ber. Shu odamlarga zor qilmagin. Seni qudratingda yo'q. Senga oson-ku. Gaplashib ketasiz. Boshida noqulay bo'ladi. Bu yoqqa qarab qo'yasiz. Birov eshitmayaptimikin? Odamlar bu miyasi aynib qoldi demayaptimikin? Ammo shu munojotni davomiy suratda qilasiz, hech narsa sizga yoqmay qoladi keyin.